Bilasizmi, paypoqlar 1600 yillik tarixga ega. Bu ajoyib kashfiyot insonlar hayotida eng katta kashfiyot hisoblangan. Misrdan topilgan qadimiy paypoqlar yungdan tayyorlangan bo'lib, noodatiy dizaynga ega bo'lgan. To'qish mustahkam va issiq poyabzal yaratish uchun zarur bo'lgan bir qator halqalarda iplarni bir-biriga bog'lash orqali mato yaratishni o'z ichiga oladi. Murakkab naqshlar qadimgi jamiyatlarning murakkabligini aks ettiruvchi funksional va uslubning uyg'unligini namoyish qiladi. Bu paypoqlar nafaqat amaliy maqsadga xizmat qilardi, balki bizni ota-bobolarimizning kundalik hayoti bilan bog'laydi. Bundanda qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun sahifamizga obuna bo'ling va kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring.